Sizlar bilasizlar, o'tgan safar shuni yerdan topib olganimda merchchilar o'zlaricha BMW musorda yotar degandim. Men bu nima? Men bu nima? Voydod, mazza qilib olasiz-da. Nima qilay endi buni? Nima qilay? Yo'lda olib ketaymi yo joyga qo'yib ketaymi? Mana qo'yib ketaman. Men BMW olaman deb niyat qilganman. Qattiq niyat qilganman. Xudo xolasa buni Ka'bagacha olib borib, Xudodan so'rayman, Xudodan. Do'stlar, men shuni kerak bo'lsa BMW olgunimcha ko'tarib yuraman. Xudo xolasa mana shuni BMW olgunimcha ko'tarib yuraman. Nima dedilaring? Mana shu narsani haqiqiy mana original mashinaning orqasi, M3 orqasi, M3 orqasi. M3 olgan yaxshimi? Sizlar bilasizlar, o'tgan safar shuni yerdan topib olganimda merchchilar o'zlaricha BMW musorda yotar degandim. Men bu nima? Men bu nima? Voydod, mazza qilib olasiz-da. Nima qilay endi buni? Nima qilay? Yo'lda olib ketaymi yo joyga qo'yib ketaymi? Mana qo'yib ketaman. Men BMW olaman deb niyat qilganman. Qattiq niyat qilganman. Xudo xolasa buni Ka'bagacha olib borib, Xudodan so'rayman, Xudodan. Do'stlar, men shuni kerak bo'lsa BMW olgunimcha ko'tarib yuraman. Xudo xolasa mana shuni BMW olgunimcha ko'tarib yuraman. Nima dedilaring? Mana shu narsani haqiqiy mana original mashinaning orqasi, M3 orqasi, M3 orqasi. M3 olgan yaxshimi?